Qimmatbaho mashinalarda, masalan Mercedes yoki G-Class eshigini yopganingizda chiqadigan o'sha salobatli og'ir gump etgan ovozga e'tibor berganmisiz? Buni eshitgan miyamiz avtomatik ravishda "Vau, temiri juda qalin va xavfsiz ekan, xuddi bank seyfiga o'xshaydi" degan xulosaga keladi. Lekin ochiq qilib aytganda, bu shunchaki psixologik ayyorlikdir. Obuna bo'lib qo'ying, hozir tushuntirib beraman. Aslida zamonaviy mashinalar eshigi og'ir emas. Mashinani yengillashtirish va benzin tejash uchun eshiklar yupqa metalldan yasaladi va ichida bo'shliq ko'p bo'ladi. Agar uni o'z holiga tashlab qo'yishsa, yopilganda xuddi ikkita bo'sh konserva bankasi urilgandek taraqlagan arzon va xunuk ovoz chiqaradi. Unda bu salobatli ovoz qayerdan kelyapti degan savol tug'iladi. Yirik avtokonsernlarda aynan eshik ovozi ustida ishlaydigan alohida ovoz muhandislari va psixologlar jamoasi bor. Bu soha psixoakustika deb ataladi. Ular oylab aynan shu bitta ovoz ustida ishlashadi. Qulf mexanizmiga mitti